Stop. Ulkan ağalarim qo'l kurashdan chempionatimizni boshladik. Barlig'i halol bo'ladi. O'rtoqlar juda ham ko'p odam kelgani uchun bitta saralab olamiz. Keyin g'olib aniqlaymiz. Qani ketdik. Ketdik. Meksikandan bormi? Aziga Noverda Toshkentdan. Ready go. Stop. Победа. Qozog'istonda ulkan ağalarim kelamiz qo'l kurashdan. Mehnat Beshmamonovdan chiqayotgan akamiz Ortiqboy aka. Ortiq. Meksikamiz. Aziz. Ready go. Bo'ldi, stop. Ana, 4 bo'lsa 5 olma. To'g'ri bo'lsa ham tayyormi? Siz yigitimiz yurtda 4 bo'lsa 5 olma. Yaxshi zo'r hammasi. Yaxshi o'rganlar bular ham. Qani tubaylar. Kim kuchli shu g'olib bo'ladi? Baquvvat ekan. Endi tan berdim, baquvvat. Gap yo'q, tan berdim. To'g'risizmi? O'zbekiston va Osiyo chempioni ekanlar akamiz, Muzaffar akamiz. Bizani chempionimiz Ortiqboy aka. Ortiqboy. Interesiga tushib ko'rishyapti. Qani? Ota-onamning bergan tarbiyatini O'zbekiston va Osiyo chempioni arm wrestling bo'yicha va shu insonga mana O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmeniston, Tojikiston, Turkiya, Amerika kelamiz. interesiga odamlar bo'lsa, kelinglar, mehnat beshmamoda pulni belgilaymiz, pastga nomerga telefon qilib, zangiz qilib kelsanglar, akam bilan bitta interes ko'rib olasizlar. Gap o'sha yutganga 10 bo'lsa 5 olma. o gap yo'q. Yutganga 10 bo'lsa 5 olma. qarindosh urug' oilaviy kelaverasizlar. Savob Kelinglar kutamiz. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin.